Assalomu alaykum. Bismillah deb borkamizni boshlaymiz. Yangi fartuqchalarimni taqib olib, ish qilishga tushib ketdim. Birinchi bo'lib shkopdan boshladim. Hamma idishlarni chetga olib, gubkani ko'pirtirib shkopga artib oldim. Всем assalomu alaykum. Oyim endi ozuchkani menga qoldirdilar. Men endi idishlarni taxlayaptilar. Такой аккуратный по полочкам. O'zim tepaga chiqib faqat patolog qopdi. Hamma yoni artib tushibdilar. Yana balandlikdan qo'rqaman deydilar. Bitta nimadir kesib nimadir ustiga qo'yaptilar. Hamma narsani bo'shatib, ko'pirtirib, hamma yoni такой пенный вечеринка qilib, такой top-toza qilyaptilar. Endi mana bu narsani yuvyaptilar. Nima bu narsa edi? Bu kartoshka piyoz soladigan такой artib top-toza qilib qo'ydilar. Mana yengidek bo'lib qoldi. Endi tepani bo'shatdilar. Hamma yog'ini artib o'zi ham voy ko'pirib ketdi hamma yog'i. O'zi ham ochmagan eshiklari qolmadi. Hamma yog'ini dajanu rozetkalarga ham ko'p yiqib chiqdilar top-toza bo'lsin deb. Mana bu Pepsi reklamasi ketyapti, lekin Pepsi bizga pul to'lamadi. Ruchkalarni ichidan ham ko'piklarni o'tkazib такой top-toza qilyaptilar. Voy to'kuradi deb bronko. Mana tosterda qolib ketgan yog'larni azilit qilib, hamma yog'ini yuvib, mana filtrlarni ham orada yuvib yuboribdilar. Keyin уже hamma mana nima edi, sushilkani yuvyaptilar. Короче, hamma yog'ini voy shuncha narsamiz bor. Endi penная вечеринка divanga o'tdi. Такой hamma yog'ini ko'pirtiramiz. Yaxshilab polga ahamiyat bermaymiz, artiladi betlar. Nima bo'lar, 3 martalab yuvganmilar. Вот вам до и после. Mana kirib bo'lganini. Endi pollarni такой supurib olib, keyin hamma yog'ini voy egilib artib, endi pustoy холодильник tozalashga boshlaymiz. Ichida hech balosi yo'q. Artyapmiz такой eshiklarni, ustlarini mana shuncha magnetik nima kerak bilmayman. Такой ichlarini top-toza oppoq qildik. Endi artelga sotsak ham bo'ladi. Yo shuncha musora qayerdan topganlar bilmayman, yo ko'chadan olib kirganmilar, kir bo'lib tursin deb. Menimcha mana qumlarni oldimizda stroyka bo'lyapti, o'sha yerdan olib kelganlar. Bismillah deb o'tirib olib pollarni artyaptilar. Bu yerda imonat qilib ketdi. Endi yana bir marta pollarni artyaptilar. Biz 5 marta artamiz kuniga. Pollarni artib bo'lganimizdan keyin takoy yangi kovriklarni maqtanib o'tib ketamiz. Mana bu yerda videoni posesini olmoqchi edilar. Imona bilan Behruz buzdi. Уборкani orasida osham qildilar. Yomon erinmaganlar. Ставим лайки за такой труд. Всем до свидания.